Так, qizlar, rumyana testimdan o'tmadi. Buni o'zgartirish kerak. Давайте теперь blesk bilan kremlarini ishlatib ko'ramiz. Chubiklari menga yoqmadi. Buni raspakovka qilganda sizlarga aytdim. Har doimgidek nima? Bizga konsistensiyasi yoqishi kerak. Mama o'zi shokoladniroq bo'lishi kerak edi, no qanaqadir fioletga qarab ketyapti. Rasmda boshqacha edi. Так, bu просто labga anaqangi balzam Вот это качество. Qizlar, ishonaveringlar, yoqmasa yoqmadi derdim, lekin menni o'ldirdi anaqasi kачествоsi. Bitta qisishinglarda sirazi bilasizlar, rangi ham o'lib ketsin. Shokoladnidan ham chiroyli ekan. Sal bunga hid qo'shish kerak. Hidsiz qilinglar degandim, lekin hidsiz g'alati qanaqadir. Qaranglar. Meni gapiraman, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Wow, qizlar, biz sizlar bilan 4 yil ichida milliardta уже pomadani test qilganmiz. Sizlar bilasizlar, qaysi biri zo'r ko'rinadi, qaysi biri sal охлаждающий nimadir bor, холодоga. Так, давайте nargi rangini ham ko'ramiz. Mana rangi bu qanaqadir boshqacharoq, холодныйroq оттенок. Wow, bunisi вот это hit bo'ladi, qizlar. Mana rangini qaranglar. Mana hozir qo'lda swatch qilamiz. Ikkala rangini ko'rasizlar-da. Qaranglar. Mana hozir labimdagi, bundan oldin surganim mana rang. Opanglar blesk chiqarsa, faqat mana shunaqa chiqazadi.